Bugun sizlarni endi o'zim bilan birga syomkaga olib ketaman, ketdik. Bugun mazza qilib to'yib uxladim. Obedda uyg'onib to'g'ri salonga bordim. Shunaqa go'zallik timsoli bo'lib, chiroyli qiz bo'lib, uyga qaytib uxladim desam, hazillashdim. Uyga kelib, kiyimlarimni alishtirib oldim. Oxirgi payt sezayotgan bo'lsanglar, juda ko'p klassik kiyinadigan bo'lib ketdim. Shunaqa takoy kiyinib olib, syomkamga yo'l oldim. Syomkamiz bugun Toshkent City'dagi Pinko magazinida bo'ldi. Ko'ylak kiysam ham aqlli, chiroyli qiz bo'lib ketaman, bilaman aytmasanglar. Lekin mana bu уже mani stilim. Syomkalarni ham tugatib oldim bu yerda. Bu yerda 3 xil obraz bo'ldi menda, lekin 3-chisini videoga olish esimdan chiqib qoldi. Keyin do'konga keldim, shu bilan uyga qaytdim. Ko'rayotganingizdek, уже kech bo'lib ketdi. Bugun faqat shu ikkitagina ishimga ulgurdim. Uyga kelib, o'zimcha ovqat qilmoqchi edim. Keyin meni qo'lim boshqa joydan o'sib chiqqani esimga tushib qoldi-da. Tinchgina zakaz qila qoldim. O'zi voобще o'zim qildim, mana shu shilpildonni deb aldavormoqchi edim. Ishonmasliklarini bilib, bunaqa demay qo'ya qoldim. Men bunaqa katta piyoz ko'rmaganman. Ovqatlanib bo'lib, qo'limga shartta telefonimni oldim-da, har doimgidek pul ishlashni boshladim. Bilasizlar, men Binomo platformasida trading bilan shug'ullanaman. Bu yerda pul ishlash juda ham oson va bu platforma trading uchun juda ham qulay. Pul ishlashga ishlab bo'lib, bugungi kundagi og'ir makiyajimni yuvishga tushdim. Oxirgi payt juda ham yuzimga narsalar toshyapti. Peelinglar qildirdim, bilmadim, endi ketib qolsa kerak. Mana shunaqa abadok olgandim aytgancha. Buni ham maqtanib ketdim videoda. Yuzimni yuvib bo'ldim. O'zim o'qiyotgan kitobimni ozgina uxlab, keyin o'qib, keyin uxlashga yotaman. Kunim shunaqa o'tdi. Всем пока.